Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan hayotingizda juda muhim, moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan yangilikni muhokama qilamiz. Siz qanchadan qancha pullarni har yili keraksiz to'lovlarga sarflab kelayotganingizni bilasizmi? Ayniqsa, hurmatli nafaqaxo'rlarimiz uchun bu to'lovlar ba'zan og'ir yuk bo'lishi mumkin. Pensiya mablag'lari har doim ham barcha ehtiyojlarni qoplashga yetmasligi sir emas. Dorilar, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, nabirlarga sovg'alar, bularning barchasi sezilarli xarajatlarni talab qiladi. Va shu paytgacha bularning ustiga yana bir majburiy to'lov, masalan, ko'chmas mulk solig'i ham bor edi. Ammo diqqat qiling, 2026 yildan boshlab bu holat butunlay o'zgardi va bu ayniqsa. Hurmatli nafaqaxo'rlarimiz uchun juda muhim yangilik. Bugungi videomizda aynan shu haqida, ya'ni nafaqaxo'rlar 2026 yilda qaysi to'lovdan ozod etilishi mumkinligi haqida juda batafsil gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga yetib borishi shart. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni yaqinlaringizga, ayniqsa keksa ota-onangizga, bu bobolaringizga jo'natishni unutmang. Chunki sizning birgina harakatingiz ularning har yili millionlab so'm pulini tejashga yordam berishi mumkin. Keling, hech qanday ortiqcha gap so'zlarsiz mavzuga chuqurroq kirib boramiz. Mavzuning o'zagi avval qanday edi va hozir nima o'zgaradi xo'sh? Avvalgi tizim qanday ishlardi? Shu paytgacha O'zbekistonda ko'chmas mulk solig'i barcha mulk egalari uchun, jumladan nafaqaxo'rlar uchun ham majburiy edi. Bu soliq sizga tegishli bo'lgan uy, kvartira yoki boshqa turar joy binosining kadastr qiymatiga qarab hisoblanardi. Har bir mulkning o'z kadastr qiymati bo'lib, bu qiymatga Davlat soliq qo'mitasi tomonidan belgilangan foiz stavkasi qo'llanilib, yillik soliq miqdori aniqlanardi. Masalan, agar sizning uyingizning kadastr qiymati 300 million so'm bo'lsa va soliq stavkasi 1,5% bo'lsa, siz yiliga darb 1 million so'm ko'chmas mulk solig'i to'lashingiz kerak edi. Bu katta mablag' hisoblanadi, ayniqsa nafaqaxo'rlar uchun. Ko'pgina nafaqaxo'rlar uchun bu soliq o'ziga xos og'ir yuk edi. Chunki ularning asosiy daromadi pensiya bo'lib, u ko'pincha kunlik ehtiyojlar uchun zo'rg'a yetardi. Bunday sharoitda o'zining yagona boshpanasi uchun soliq to'lash ularning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Hukumatimiz ham bu muammoni yaxshi tushundi. Ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash, aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash va ularning turmush sharoitlarini yaxshilash maqsadida jiddiy islohotlar boshlandi. Aynan mana shu islohotlarning mantiqiy davomi sifatida 2026 yildan boshlab joriy etilishi kutilayotgan nafaqaxo'rlar uchun ko'chmas mulk solig'idan to'liq ozod qilish bo'yicha yangi tartib paydo bo'ldi. Nima o'zgaradi? Aniqroq qilib aytganda, keling aniqlashtirib olaylik. 2026 yil yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasi prezidentining yangi farmoni yoki qonuniga asosan nafaqaxo'rlar o'zlarining shaxsiy mulkidagi birinchi va yagona turar joy obyekti uchun ko'chmas mulk solig'idan to'liq ozod etiladilar. Ammo bu yerda ba'zi shartlar bor. Bu shartlarni tushunish juda muhim. Aks holda tushunmovchiliklar kelib chiqishi mumkin. Men bugun sizga aynan shu shartlarni, imtiyozning barcha nozik jihatlarini tushuntirib berishga harakat qilaman. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va birorta ham muhim ma'lumotni o'tkazib yubormang. Asosiy qism 1 batafsil tushuntirish, nimani bilish kerak, kim xavotirlanish kerak va kim xavotirlanish shart emas. Xo'sh, nafaqaxo'rlar uchun ko'chmas mulk solig'idan to'liq ozod bo'lishning asosiy shartlari va nozik jihatlari qanday? Keling, buni juda batafsil tahlil qilamiz. Birinchidan, imtiyoz nimaga nisbatan qo'llaniladi? Bu imtiyoz faqatgina sizning shaxsiy mulkingizdagi birinchi va yagona turar joy obyekti uchun amal qiladi. Turar joy obyekti deganda bu sizning shaxsiy uyingiz yoki kvartirangiz nazarda tutiladi. Bog' uylari, yozgi dala hovlilari, avtoturargohlar yoki do'konlar, kabino turar joy binolari bu imtiyozga kirmaydi. Tasavvur qiling, siz butun umringiz davomida yashab kelgan uy-joyingiz, ya'ni ro'yxatdan o'tgan va doimiy yashaydigan manzilingiz uchun bu soliqni to'lashdan ozod bo'lasiz. Bu juda katta yengillik, shunday emasmi? Ikkinchidan, bu imtiyozning asosiy shartlaridan biri mulkning kadastr qiymati belgilangan me'yordan oshmasligi kerak. Hukumat ma'lum bir maksimal kadastr qiymatini belgilaydi. Masalan, 5000 million so'm. Agar sizning uyingiz yoki kvartirangizning kadastr qiymati 500 million so'mdan oshmasa, siz to'liq ozod bo'lasiz. Ammo agar oshib ketsa, bu imtiyoz boshqacha qo'llanishi mumkin. Bu haqda keyinroq batafsil gaplashamiz.
Kadastr qiymati nima degani? Bu mulkning davlat kadastr agentligi tomonidan baholangan qiymati. Bu qiymat bozor narxiga yaqin bo'lishi mumkin, lekin aynan bir xil emas. U mulkning joylashuvi, maydoni, qurilgan yili va boshqa xususiyatlarga qarab belgilanadi. Siz o'zingizning uyingizning kadastr qiymatini kadastr hujjatlarida, masalan, kadastr pasportida topishingiz mumkin. Agar sizda bu hujjatlar qo'lingizda bo'lmasa, davlat xizmatlari markazlariga yoki davlat kadastr agentligiga murojaat qilib aniqlashtirishingiz mumkin. Bu juda muhim qadam, chunki aynan shu qiymat sizning imtiyozga ega bo'lish bo'lmasligingizni belgilaydi. Kim xavotirlanishi shart emas. Aksariyat nafaqaxo'rlarimiz, ya'ni bir dona o'rtacha kattalikdagi uy yoki kvartiraga ega bo'lganlar va bu yerda doimiy yashaydiganlar bu imtiyozdan to'liq foydalanishlari mumkin. Ular uchun 2026 yildan boshlab bu to'lov shunchaki yo'q bo'ladi. Tasavvur qiling, har yili 3 million, 5 million, balki undan ham ko'proq pul sizning cho'ntagingizda qoladi. Bu pulni siz o'zingizning ehtiyojlaringizga, sog'lig'ingizga yoki oilangizga sarflashingiz mumkin. Kim xavotirlanishi kerak? Albatta, har bir qoidaning o'z istisnolari bor. Agar sizda bir nechta turar joy mulki bo'lsa, masalan 2 kvartira yoki bir uy va bir kvartira, imtiyoz faqat sizning asosiy yashash joyingiz, ya'ni ro'yxatdan o'tgan manzilingiz va doimiy yashab turgan uyingiz uchun amal qiladi. Ikkinchi mulkingiz uchun esa soliqni to'lashingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, agar sizning yagona mulkingizning kadastr qiymati belgilangan me'yordan, ya'ni o'sha 5 million so'mdan sezilarli darajada oshib ketsa, siz bu imtiyozdan to'liq foydalana olmasligingiz mumkin. Ba'zi hollarda imtiyoz faqat me'yoriy qiymatgacha bo'lgan qismga berilib, qolgan qismga soliq to'lanishi mumkin. Bu haqda ikkinchi asosiy qismda yana ham batafsilroq gaplashamiz. Va nihoyat, agar sizning mulkingiz turar joy maqomida bo'lmasa yoki undan tijorat maqsadlarida foydalanilayotgan bo'lsa, bu imtiyoz sizga taalluqli bo'lmaydi. Keling, endi bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik raqamlar bilan. Misol opamiz Gulnora 7 yoshda. U Farg'onada bir qavatli sotix yer maydoniga ega uyda yashaydi. Bu uning yagona mulki. Uy keng va qulay, lekin hashamatli emas. Kadastr qiymati 400 million so'm. Soliq stavkasi deylik eng o'rinbati bo'lsa. Gulnora opamiz har yili 400 million so'm, Gulnora balari 6 million so'm ko'chmas mulk soliq to'lab kelgan. Gulnora opaning o'rtacha pensiyasi oyiga 2 million so'm deb faraz qilaylik, yiliga 24 million so'm. Demak, soliq uning yillik pensiyasining chorak qismini tashkil etardi. Bu uning uchun juda katta miqdor. 2026 yildan boshlab esa Gulnora opamiz bu 6 million so'mni to'lamaydi. Bu pullarni u o'zi uchun kerakli dorilarga, oziq-ovqatga, nabiralarga, sovg'alarga yoki uyini ta'mirlashga sarflashi mumkin. Bu uning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu aynan shu imtiyozning maqsadi. Misol 2. Akamiz Rahimjon 65 yoshda. U Toshkent shahrida 2 xonali kvartirada xotini bilan yashaydi. Bu ham uning yagona mulki. Kvartiraning kadastr qiymati 300 million so'm. Rahimjon akamiz ham Irbit bazenti stavkada har yili 300 million so'm. 5 barbada dar 500 million so'm soliq to'lagan. Bu uning pensiyasi uchun ham sezilarli miqdor. 2026 yildan boshlab Rahimjon akamiz ham bu dar 1 million so'm to'lovdan ozod bo'ladi. U bu pulga o'zining sevimli hobbisi uchun asbob uskunalar sotib olishi, turmush o'rtog'i bilan sayohatga chiqishi yoki shunchaki oilaviy byudjetini mustahkamlashi mumkin. Bu soliq yukining yengillashishi albatta ularning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Misol 3. Bobomiz Qodir 75 yoshda, u Toshkent shahrining markazida juda katta va hashamatli uyda yashaydi. Bu uning yagona mulki, ammo uyning kadastr qiymati juda yuqori, masalan 200 million so'm. Esingizda bo'lsin, biz kadastr qiymati chegarasi 500 million so'm deb shartli ravishda belgilagan edik. Qodir bobomizning uyining kadastr qiymati belgilangan 5 million so'mlik me'yordan oshib ketgani sababli u ushbu imtiyozdan to'liq foydalana olmaydi. Bunday hollarda qonun loyihasiga ko'ra soliq faqat me'yordan oshgan qismiga qo'llanilishi mumkin yoki umuman imtiyoz berilmasligi ham mumkin. Ko'pincha bunday vaziyatlarda soliq me'yordan oshgan qiymatga nisbatan hisoblanadi. Ya'ni 800 million, 500 million, 300 million so'm uchun soliq to'lashi kerak bo'ladi. 300 million so'm 20 bo'lib qo'yilsa, 4 million so'm soliq to'lashi kerak bo'ladi. Bu ham katta yengillik, lekin to'liq ozodlik emas. Demak, Qodir bobomiz xavotirlanishi kerak bo'lgan toifaga kiradi. U o'z uyining kadastr qiymatini aqlab,
qanchasini to'lashi kerakligini bilishi muhim. Misolda xolamiz Dilbar 18 yoshda u ikkita kvartiraga ega. Birida o'zi yashaydi. Kadastr qiymati 2,5 million so'm. Ikkinchisini esa ijaraga bergan. Kadastr qiymati 3,5 million so'm. Dilbar xolamizning asosiy yashash joyi bo'lgan. Kadastr qiymati 2,5 million so'm bo'lgan birinchi kvartira uchun 2026 yildan boshlab soliq to'lamaydi. Bu unga har yili taxminan 3,7 million so'm tejash imkonini beradi. Ammo ijaraga berilgan ikkinchi kvartira uchun u ko'chmas mulk solig'ini to'lashi kerak bo'ladi. Chunki bu mulkdan daromad olinadi va u nafaqaxo'rning asosiy turar joyi hisoblanmaydi. 3,5 million so'm ilk yilda mer mahkamada 5 million 7 ming so'm soliqni u to'lashda davom etadi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, imtiyoz faqatgina shaxsiy foydalanishdagi asosiy va yagona turar joy uchun beriladi. Tijorat maqsadida ishlatiladigan yoki ikkinchi mulk hisoblangan obyektlarga emas. Shunday qilib ko'rib turganingizdek, bu imtiyoz juda ko'p nafaqaxo'rlarimiz uchun katta moliyaviy yengillikdir. Ammo har bir holat o'ziga xos bo'lgani uchun siz o'zingizning shaxsiy vaziyatingizni, mulkingizning kadastr qiymatini va uning maqsadini aniq tushunishingiz kerak. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar har qanday qonunda bo'lgani kabi bu imtiyozda ham ba'zi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni tushunish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va sizning huquqlaringizdan to'liq foydalanishga yordam beradi. Mulk bir nechta egalikda bo'lsa-chi, tasavvur qiling. Uy yoki kvartira bir necha kishiga, masalan, ota-ona va farzandlarga tegishli. Agar bu mulkning egalaridan biri nafaqaxo'r bo'lsa va u bu yerda doimiy yashasa, imtiyoz qanday qo'llaniladi? Bunday holatlarda nafaqaxo'rga tegishli ulush uchun ko'chmas mulk solig'idan ozod qilinishi mumkin. Masalan, agar uyning yarmi nafaqaxo'r onaga, yarmi esa ishlovchi o'g'ilga tegishli bo'lsa, ona o'zining ulushi uchun soliq to'lamaydi. O'g'il esa o'z ulushi uchun to'laydi. Ammo bu ham kadastr qiymati me'yordan oshmasligi sharti bilan amal qiladi. Bu juda muhim nuans. Chunki ko'plab oilalarda mulk bir necha kishiga rasmiylashtirilgan bo'ladi. Shuning uchun mulk hujjatlaringizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Agar turar joyning bir qismi tadbirkorlik faoliyati uchun ishlatilsa, ba'zi nafaqaxo'rlar o'z uyining bir qismidan kichik do'kon, sartaroshxona yoki boshqa tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanishlari mumkin. Bunday hollarda qanday bo'ladi? Bu yerda qonun juda aniq bo'ladi. Imtiyoz faqatgina turar joy qismi uchun amal qiladi. Tadbirkorlik faoliyati olib boriladigan qism uchun esa ko'chmas mulk solig'i umumiy tartibda to'lanadi. Bu degani mulkning turar joy va noturar joy qismlari alohida baholanadi va ularga alohida soliq rejimi qo'llaniladi. Bu holatda sizning mulkingiz ikki qismga bo'lingan deb hisoblanadi va har bir qismning o'z qiymati va soliq majburiyati bo'ladi. 2026 yilda yangi uy sotib olgan nafaqaxo'rlar uchunchi. Agar siz 2026 yilda pensiyaga chiqsangiz yoki nafaqaxo'r bo'la turib yangi uy yoki kvartira sotib olsangiz, bu imtiyoz sizga ham taalluqli bo'ladi. Imtiyoz mulk huquqini qo'lga kiritgan kundan boshlab amal qiladi. Albatta, yuqorida aytib o'tilgan barcha shartlar yagona mulk kadastr qiymati me'yoriga muvofiqlik asosiy yashash joyi bo'lishi bajarilgan bo'lsa. Shuning uchun yangi mulk sotib olayotganda ham bu imtiyozni hisobga olishingiz mumkin. Bu degani, yangi uy sotib olish rejangiz bo'lsa, siz yanada ko'proq foyda olishingiz mumkin. Bu imtiyoz avtomatik tarzda beriladimi yoki ariza yozish kerakmi? Bu eng ko'p beriladigan savollardan biri dastlabki yillarda. Ya'ni 2026 yilda ehtimol bu imtiyozdan foydalanish uchun davlat soliq xizmati organlariga murojaat qilish va tegishli hujjatlarni taqdim etish talab qilinadi. Ko'chmas mulk obyekti va nafaqaxo'r maqomi to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatlashtirilgan tizimga kiritilgan bo'lsa ham, ba'zi hollarda mulkning yagonaligini va asosiy turar joy ekanligini tasdiqlash uchun ariza berish talab etilishi mumkin. Keyinchalik ma'lumotlar bazalari to'liq integratsiyalashganda bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshirilishi ham mumkin. Ammo shoshilmang, birinchi yil har doim shaxsan murojaat qilish eng yo'nali usuldir. Bu haqida amaliy maslahatlar bo'limida yana batafsil to'xtalamiz. Nafaqaxo'rning statusi o'zgarsa yoki ikkinchi mulk sotib olinsa, hayot o'zgaruvchan. Agar siz imtiyozdan foydalanayotgan bo'lsangiz, keyinchalik ikkinchi mulk sotib olsangiz yoki yagona turar joyingizni ijaraga berib, o'zingiz boshqa joyga ko'chib o'tsangiz yoki uyning maqomi o'zgarib, masalan, noturar joyga aylantirilsa, imtiyoz bekor qilinadi.
Bunday o'zgarishlar haqida soliq organlariga o'z vaqtida xabar berish sizning majburiyatingizdir. Aks holda sizga ortiqcha to'langan soliq hisoblanishi va jarimalar qo'llanilishi mumkin. Bu qaltis jihatni doim esingizda tuting. Kadastr qiymati qanday hisoblanadi va o'zgarishi mumkinmi? Yuqorida aytganimdek, kadastr qiymati davlat kadastr agentligi tomonidan baholanadi. Bu baholash mulkning joylashuvi, maydoni, qurilish materiali, infratuzilma yaqinligi kabi ko'plab omillarga bog'liq. Bu qiymat vaqti bilan qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar sizning uyingizning kadastr qiymati imtiyoz berilgandan keyin oshib ketib, belgilangan me'yordan, bizning misolimizda 5 million so'mdan oshib ketsa nima bo'ladi? Bunday holda siz avvalgi bo'limda Qodir bobomiz misolida ko'rganimizdek, soliqni me'yordan oshgan qismiga to'lashingizga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun kadastr qiymatini vaqti bilan tekshirib turish muhimdir. Agar u sezilarli darajada oshsa, soliq organlari sizga xabar berishi shart. Ammo sizning o'zingiz ham bu jarayonni nazorat qilib borishingiz afzal. Shuningdek, shuni ham tushunish kerakki, hukumat bu imtiyozni joriy etish orqali pensionerlarning hayotini yengillashtirishni maqsad qilgan. Bu soliq imtiyozi o'ziga xos ijtimoiy dastur hisoblanadi. Shuning uchun barcha shartlar va istisnolarni bilgan holda harakat qilish bu imtiyozdan maksimal darajada foydalanishga yordam beradi. Amaliy maslahati tomoshabin nima qilishi kerak? Aziz tomoshabinlar, endi eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Bu imtiyozdan foydalanish uchun qanday amaliy qadamlarni bosishingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. 1. Oldindan tayyorgarlik ko'rishni boshlang. Kutmang. Hali 2026 yilga bir oz vaqt bor. Ammo hozirdan tayyorgarlik ko'rish aqlli qaror. Qonun qabul qilinishi bilan bog'liq tafsilotlar aniqlashi bilanoq siz harakatga tayyor bo'lishingiz kerak. Yangiliklarni kuzatib boring rasmiy manbalarga, ya'ni Davlat soliq qo'mitasi va Adliya vazirligi veb saytlariga tez kirib turing. 2. O'z statusingizni tekshiring. Siz rasman nafaqaxo'rmisiz? Pensiya guvohnomangiz bormi? Agar siz yaqin kelajakda pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz, pensiya rasmiylashtirish jarayonini o'z vaqtida yakunlang. Pensiya guvohnomasi bu imtiyozdan foydalanish uchun asosiy hujjat hisoblanadi. 3. Mulk hujjatlaringizni to'g'rilang va kadastr qiymatini aniqlang. Bu eng muhim qadamlardan biri. Birinchidan, sizning mulk huquqini tasdiqlovchi barcha hujjatlar, ya'ni kadastr pasporti, mulk guvohnomasi kabi hujjatlar qo'lingizda va tartibda ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar ular yo'qolgan bo'lsa yoki eski namunadagi bo'lsa, ularni tiklash yoki yangilashga hozirdan kirishing. Ikkinchidan, o'zingizning uy yoki kvartirangizning kadastr qiymatini aniqlang. Bu ma'lumotni kadastr pasportingizdan topishingiz mumkin. Agar kadastr pasportingizda bu ma'lumot bo'lmasa yoki siz uni topa olmasangiz, Davlat kadastr agentligining hududiy bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib aniqlashtiring. Bu qiymatning belgilangan me'yordan oshib ketmasligiga ishonch hosil qiling. Esingizda bo'lsin, bizning misolimizda bu me'yor 5 million so'm edi. 4. Davlat soliq xizmati organlariga murojaat qilish 2026 yilning boshida aniq sanalar qonun qabul qilingandan keyin e'lon qilinadi. Lekin odatda soliq davri boshlanishidan oldinroq bo'ladi. Masalan, 1 aprelgacha siz davlat soliq xizmati organlariga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Qayerga borish kerak? Siz yashaydigan hududiy davlat soliq inspeksiyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Odatda quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Pasport, asl nusxasi va nusxasi. Pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr pasporti, guvohnoma, asl nusxasi, belgilangan shakldagi ariza. Bu arizani soliq inspeksiyasidan yoki Davlat soliq qo'mitasining rasmiy veb sayti Soliq.uzdan yuklab olishingiz mumkin. Ehtimol, propiska, doimiy yashash joyi haqida ma'lumot. 5. Arizani to'g'ri to'ldirish. Arizani to'ldirishda juda diqqatli bo'ling. Unda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomasi raqami, mulkingizning kadastr raqami va manzili aniq ko'rsatilishi kerak. Agar biror joy tushunarsiz bo'lsa, soliq inspeksiyasi xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun arizani 2 marta o'qib chiqing. 6. Arizani topshirish usullari. Shaxsan topshirish. Soliq inspeksiyasiga borib, hujjatlarni shaxsan topshirishingiz mumkin. Bu eng ishonchli usul. Chunki siz xodim bilan bevosita muloqot qilasiz va barcha savollaringizga javob olasiz. Hujjatlaringizning qabul qilinganligi haqida belgi yoki qabul qilinganlik
to'g'risidagi kvitantsiyani olishni unutmang. Elektron tarzda topshirish MyTalkGovFood uz portali orqali ham ariza va hujjatlarni elektron tarzda yuborish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Bu juda qulay usul bo'lib, uyingizdan chiqmasdan turib barcha ishlarni hal qilishingizga yordam beradi. Elektron imzo talab qilinishi mumkin. Pochta orqali yuborish, ba'zi hollarda hujjatlarni pochta orqali ro'yxatdan o'tgan xat bilan yuborish ham mumkin. Ammo bu usul shaxsan topshirish yoki MyTalkGov o'z orqali yuborishdan ko'ra sekinroq va kamroq nazoratli bo'lishi mumkin. Men shaxsan topshirishni yoki MyTalkGov o'z orqali yuborishni tavsiya qilaman. Yetti hujjatlaringiz nusxalarini saqlang. Har doim topshirgan arizangiz va hujjatlaringizning nusxalarini, shuningdek qabul qilinganlik to'g'risidagi barcha tasdiqnomalarni saqlab qo'ying. Bu kelajakda tushunmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda sizning haqqingizni himoya qilishga yordam beradi. 8. Arizaning holatini tekshirib turing. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilish holatini vaqti bilan tekshirib turing. Buning uchun siz soliq inspeksiyasiga qo'ng'iroq qilishingiz yoki shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Agar MyTalkGov orqali yuborgan bo'lsangiz, portal orqali holatni kuzatib borish imkoniyati bo'ladi. 9. Agar rad etilsa, shikoyat qiling. Agar sizning arizangiz asossiz ravishda rad etilsa, siz yuqori turuvchi soliq organiga yoki sudga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Lekin umid qilamanki, bu holatga duch kelmaysiz. Esingizda bo'lsin, bu imtiyoz sizning qonuniy haqqingizdir. Undan foydalanish uchun o'z vaqtida va to'g'ri harakat qilishingiz kerak. Yangiliklarni diqqat bilan kuzatib boring va yuqoridagi maslahatlarga amal qiling. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugungi videomizda biz 2026 yildan boshlab nafaqaxo'rlarimiz uchun joriy etilishi kutilayotgan juda muhim moliyaviy yengillik ko'chmas mulk solig'idan ozod bo'lish imtiyozi haqida batafsil gaplashdik. Biz bu imtiyozning mohiyatini, avvalgi holatni, qanday o'zgarishlar kutilayotganini, kim bu imtiyozdan to'liq foydalanishi mumkinligini va kimlar ehtiyot bo'lish kerakligini, shuningdek amaliy qadamlarni batafsil tahlil qildik. Esingizda bo'lsin, bu imtiyoz minglab nafaqaxo'rlarimiz uchun har yili millionlab so'm pulni tejash imkonini beradi. Bu ularning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradigan katta ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdir. Sizning haqlaringizni bilish va ulardan o'z vaqtida foydalana olish sizning o'zingizning mas'uliyatingizdir. Shuning uchun men bergan maslahatlarga amal qiling. Hozirdan tayyorgarlik ko'rishni boshlang va kerakli hujjatlarni tartibga solib qo'ying. Bu juda muhim ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamga yetkazishimiz kerak. Shu sababli iltimos videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz va eng muhimi, bu videoni o'zingizning ijtimoiy tarmoqlaringizda, Telegram guruhlarida, WhatsApp orqali yaqinlaringizga, ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimizga yuboring. Ularga bu ma'lumotni yetkazish orqali siz ularga katta yordam bergan bo'lasiz. Shuningdek, izohlarda o'z fikrlaringizni, savollaringizni yozib qoldiring. Sizning mulkingizning kadastr qiymati qancha? Siz bu imtiyozdan foydalana olasizmi? Fikrlaringizni bilish biz uchun juda muhim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va doimiy ravishda bilimingizni oshirib boring. Chunki bilim kuchdir. Keyingi videolarda ko'rishguncha